Assalomu alaykum. Davlatimiz mustaqil deb e'lon qilingandan keyin 1993-yilning 2-sentyabr kuni lotin alifbosiga o'tish to'g'risidagi qonun qabul qilindi. Oradan 33 yil o'tgandan keyin 2026-yilning 7-iyul kuni Oliy Majlis Qonunchilik palatasida lotin yozuvidagi o'zbek alifbosini joriy etish to'g'risidagi qonunga o'zgartirish kiritish haqidagi qonun loyihasi tasdiqlandi. Xo'sh, bu narsa bizga nima beradi? Alifboga nima beradi? Hayotimizda bundan keyin nima o'zgaradi? Va aslida bu o'zgartirish oxirgisimi yoki navbatdagisimi? Ana shu haqda bizning bugungi mehmonimiz Alisher Navoiy nomidagi O'zbek tili va adabiyoti universiteti huzuridagi Davlat tilida ish yuritish asoslarini o'qitish va malaka oshirish markazi direktori, filologiya fanlari doktori, professor Inomjon aka Azimov bilan suhbatlashamiz. Assalomu alaykum Inomjon aka. Alaykum assalom. Vaqt topib kelganingiz uchun ko'p rahmat. Assalomu alaykum. O'zi to'g'risini aytish kerak. Lotin alifbosi umuman o'zbek tili masalasi, yozuvi imlosi, savodxonlik masalasi afsuski biz uchun hali hamon dolzarb masala bo'lib qolmoqda. 89-yil bo'lgan, masalan, mana bu yil xudo xolasa 37 yil bo'lyapti, lekin biz bu masalani hali hamon uzil kesil hal qilganimiz yo'q. Xo'sh, ana shu qonun 3-o'qishda qabul qilindi va Senatga jo'natildi. Prezidentimiz hali uni imzolaganlari yo'q. Lekin imzolasalar bizda hayotimizda nima o'zgaradi? Alifboyimizda nima o'zgaradi? Hayotimiz yengillashadimi? Bizga bu nima beradi? Va yana o'sha azaliy savol. Bu oxirgisimi yoki navbatdagisimi? Rahmat. Hozir o'zingiz fikringizni aytib o'tdingiz. 1993-yilda shu birinchi o'sha lotin alifbosiga asoslangan o'zbek yozuvi qabul qilingan, qonun loyihasi qabul qilingan va uni shu paytdagi alifboga e'tibor beradigan bo'lsak, ancha mukammal alifbo edi bu alifbo. Va o'sha qonun loyihasi qonunga e'tibor beradigan bo'lsak, qonunda o'zi yozib qo'yibdi-da. Bu alifboni ishlab chiqishda 1929-yildagi jadid o'sha alifbodan foydalanildi deb yozib qo'yilgan. Va demak bu narsadan ko'rinadiki, bu lotin alifbosi biz begona emas. To'g'ri. O'sha o'tgan asrning boshlarida jadid mutafakkirlari mana shu lotin yozuviga o'tish bo'yicha juda katta ishlar qilgan. Mana biz yaxshi bilamiz, qariyb 1000 yil davomida biz arab yozuvidan foydalanib kelganmiz. Butun o'sha madaniyatimiz, tariximiz bevosita mana shu arab yozuvi bilan bog'liq. Mana jadidlar o'sha iqtidorga kelganlaridan keyin yangi usuldagi maktablar ochishdi, millatni uyg'otishga juda katta endi harakatlar qilishdi. Buni gapiraman desa soatlab gapirish mumkin. Lekin eng asosiysi ular o'zi ochgan maktablarda o'sha savod o'rgatishda arab alifbosidagi qiyinchiliklar, kamchiliklar ko'zga tashlanib qoldi. Va natijada o'sha mana arab yozuvida bilamizki, arab o'sha alifbosida ma'lum qoidalar yo'q. O'sha bugun ko'chirish tizimi yoki ularda mana arab tilida uzun unliklar va qisqa unliklar bor. Qisqa unliklar yozuvda ifodalanmaydi. Mana shunday holatlar yoki bitta harf bir necha tovushni ifodalashi mumkin. Endi mana shu savod chiqarishda mana shu qiyinchiliklar ko'zga tashlanib qoldi va ular birinchi navbatda shu arab yozuvini isloh qilishga harakat qilishdi va isloh ham qildi. Isloh qilingan alifbo qariyb mana shu 23-yildan 21-yildan 29-yilgacha amalda bo'ldi. Lekin isloh qilingan alifbo ham o'zini samarasini bermadi. Va o'sha 1921-yilda Toshkentda juda katta o'sha til imlo anjumani bo'lib o'tgan. Bu anjumanda Fitrat juda katta ma'ruza qilgan va shu isloh qilingan alifboni o'sha birinchi imlo qoidalarini o'sha joyda ko'rsatib bergan. Lekin shu 21-yilda o'sha imlo konferensiyasini o'zidayoq Botu bu arab alifbosi bizga hech narsa bermaydi, lotinga o'tishimiz kerak degan narsani birinchi bo'lib aytganlar. Va shundan keyin mana o'sha lotin yozuviga o'tish harakatlari boshlanib ketdi. Va mana 1926-yilda Bokuda juda katta Turkiy qurultoy bo'ldi. Fanlar akademiyasi. Xuddi shu Turkiy qurultoyda o'sha
barcha turkiy xalqlarning lotinga o'tishi bo'yicha qaror qabul qilinadi. Va shu tariqa O'zbekistonda ham o'sha juda katta alifbo qo'mitasi tashkil qilinadi. Bu qo'mitaga o'sha paytdagi O'zbekistonning bosh rahbari Yo'ldosh Oxunboboyev mas'ul bo'ladi, rais bo'ladi va shu tariqa endi mana shu lotin yozuviga o'tish harakatlari boshlanib ketadi va jaddidlar tomonidan mana shu davrda demak 3 ta alifbo loyihasi ishlab chiqiladi. Va ana shu alifbo loyihalaridan mukammali mana o'sha 29-yilda amalga kiritiladi. Mana shu demak aytmoqchi tarixga qaytganimiz bu lotin alifbosi bizga begona emasda. To'g'ri. Shuning uchun ham mana 93-yilda o'sha tarixiy haqiqat tiklandi va lotin yozuviga o'tish harakatlari boshlanib ketdi. 93-yilda yuqorida aytganim 93-yilda alifbo ancha mukammal alifbo edi. O'sha yerda harfiy birikmalar yo'q edi. Ch, sh harfiy birikmalari yo'q edi. Yoki o va g harflari o'sha ustiga qo'yilgan belgi bor edi. Hozirgi jaranglayotgan narsa shu paytda ham jaranglaganda bu alifboda turklarga ergashyapmiz. Asli aytyapmiz bu turklarga ergashish emas. Biz jadidlarimiz foydalangan bu alifbodan. Va shu tariqa 95-yilda endi alifbo yana o'zgartirish bo'yicha qonun kuchga kirdi va bu mana shu paytda bizda muammolar boshlandi. Shu harfi ch va shni harfiy birikmalar tarzida berilishi, o va g'ni o'sha belgini, ana belgidan tutqu belgisini teskari belgisini o'sha yoniga qo'yilishi bizda muammolarni keltirib chiqardi. Chunki biz hozir axborot asrida yashayapmiz-da, butun ishlarimiz kompyuter bilan boshqa axborot texnologiyalar bilan bog'liq. Mana shu o va g'dagi o'sha yoniga qo'yilgan belgini o deb o'qimayapti. Bu axborot texnologiya mutaxassislari juda ko'p mana tavsiyalar berishdiki, mana shuni eng birinchi navbatda o va g harflarini to'g'risida o'ylab ko'rish kerak edi. Mana bu bo'yicha mana shu bizning universitetimiz 2016-yilda tashkil bo'lgan bo'lsa, mana shu paytdan boshlab vazifa yuklatilganki, o'sha alifbo islohoti bo'yicha takliflar, ish guruh tuzilgan. Mana ish guruhda men ham o'zim ham borman. 10 yildan beri bu narsada ishlayapmiz-da. Ishlayapmiz. Endi nima deyish kerak? Hozirgi mana o'sha mana yuqorida o'zingiz aytdingiz, mana shu 4 ta harfni o'zgartirish bo'yicha eng optimal variantga kelindi-da hozir. Chunki mana hozir ijtimoiy tarmoqlarni kuzatsangiz, o'sha 9 ta unli haqida gap ketyapti. Biz o'sha 9 ta unliga o'tishimiz kerak deyilyapti. Lekin biz hozir 9 ta unliga o'ta olmaymiz. O'ta olmaymiz. Chunki hozirgi masalan bu 9 ta unli deganimiz nima degani? Barcha turkiy xalqlardagi kabi singarmonizmda. Singarmonizm qonuniyatiga ko'ra, demak, unlilarda ikki xil shakl bo'ladi-da. Qattiq shakli, yumshoq shakli. Masalan, qo'rdagi o bilan ko'rdagi o bu boshqa unlilarda. Lekin biz 9 ta unlikni xo'p joriy qilamiz desak, o'zi hozirgi mutaxassislarimiz ko'p tushunmaydi, ular nima qilmaydi. Qo'rda mana o'ni yozasan, ko'rda mana o'ni yozasan, kimga tushuntiramiz? Biz yana alifboda orqaga ketishimizga to'g'ri keladi-da. Chunki dunyoda mukammal alifboni o'zi yo'q. Mana shu haqda so'ramoqchi. O'zi mukammal alifbo u qanday bo'lish kerak? Qanday talablarga javob berish kerak? Masalan, mezonlar bilmayman, qanaqa bo'lish kerak o'sha mukammal alifbo degani mana shu tilda nechta tovush bo'lsa, shunga mos ravishda harflar bo'lish kerak-da. Bitta tovushga bitta harf. Masalan, hozir aytayotganim mukammal alifbo yo'q deganimiz. Mana o'sha inglizlarning mashhur dramaturgi bor, Bernard Shaw. Bernard Shaw o'sha o'z davrida ingliz tilida masalan bitta tovushni 3 ta harf bilan, 4 ta harf bilan ifodalash holatlari bor. Agar kimki meni bitta asarimni o'sha bitta tovushga bitta harf tarzida yozib beradigan bo'lsa, men unga juda katta mukofot beraman deb aytadi. Ko'ryapsizmi, bu degani ingliz tilining o'zi mukammal emas, alifbosi mukammal emas. Shuning uchun mukammal alifboga intilish hech qanday natijani bermaydi. Hozir men 9 ta unliga olaylik degan takliflari, men umuman qo'shilayman mutaxassis sifatida. Chunki bu degani hozirgi aytgandek, o'ni qachon yozasan, u'ni qachon yozasan, o'ni qachon yozasan, i'ni qachon yozasan, i'ni qachon yozasan, kimga o'rgatamiz hozir? Endi savodlashish. Qariyb 20 yil orqaga qaytishimizga to'g'ri keladi. Shuning uchun yuqorida aytgandek hozir eng optimal variant tanlandiki, men shuncha uzoq cho'zilib ketganiga hech bo'lmasa rozi edim o bilan g'ni to'g'rilashga. Hozir endi rahmat, o'sha ch bilan shni ham bitta harf keltirildi. Bu ham yaxshi. Va nima bo'lganda ham mana shu hech bo'lmasa shuni amalga oshirishimiz o'sha alifboni sal epoxaga keltirish yo'lda bir yo'lda. Endi yana bo'ladimi deganga, yana bu alifbo islohotlari bo'ladimi degan savolga men aytaman, endi
shart emas endi boshqa alifbo islohoti. Biz baribir 9 tilga hech qachon qayta olmaymiz. O'zi biz nimaga intilyapmiz, qayerga intilyapmiz shu alifbo masalasida? Eng asosiysi o'sha o'blag'idagi muammoni o'sha yondagi nimani yeligini olib tashlash, uni yuqoriga chiqarish. Endi hozir nimada izohlarda ketyapti, ko'rayotgan bo'lsangiz, o'zi kerakli yozyapti. Lekin biz savodsiz holatga kelamiz, nima keragi bor degan narsalar. Ular tushunmayaptiki, hozirgi yozib turgan o'zi hozirgi amaldagi alifbomizni yozma shaklida o'blag'ini tepasiga qo'yapmiz. Kim o'qigan bo'lsa buni. Ular yozma alifboni bilmaydi ham, tushunmasdan turib negativ fikrlar bildiryapti. Aslida bor narsa yozma nimamizda. Hozirgi aynan nima. Endi shu yozmadagi alifbodagi o'sha o'mlag'ini endi bosma shaklga ham chiqaryapmiz. Shu xolosda endi eng asosiysi. Inomjon aka, mana shu narsa chiqqanda men o'yladimki, endi shundan keyin bahslar tugasa kerak deb o'yladim. Chunki masalan, o'sha eng optimal variant dedik, eng o'sha biz uchun hammamiz uchun ma'qul bo'ladigan to'xtamga kelyapmiz nazarimda, lekin shunda ham hozir bahslar tinmayapti, bahslar davom etyapti va aslida bugun bizga nima kerak degan savol o'zimga bera boshladim. Nima uchun hattoki shu ustida ham hozir bahs munozara, odamlarga faqat shunchalik bahslash uchun kerakmi? Hamma uchun ma'qul bo'lgan natija hech qachon bo'lmaydi, Yurmiraxon. Bilasiz nimaga? Chunki odamzod biriga ma'qul bo'lgan narsa ikkinchisiga baribir ma'qul bo'lmaydi. Shuning uchun masalan o'sha yozayotgan yuqorida aytdik, negativlarni kuzatadigan bo'lsa ham xuddi shunday holatda. Hozir jamiyat o'sha bir necha qatlamlarga bo'linib qoldi-da. O'sha mana shu 4 ta alifbo o'zgarishi ma'qul degan bitta qatlam. Keyingisi o'sha yuqorida aytdik, o'sha 9 ta milliy bizga ma'qul isloh qilgandan keyin to'liq isloh qilish kerak degan, bu chuqurlashib ketayotgan qatlam yoki hech qanday o'zgartirish hojati yo'q, shunday qolish kerak degan qatlamda. Hech qanday o'zgartirish hojati yo'q degan narsa bu yuqorida aytdik-ku, o'sha muammoni tushunmaganlik holatida. Muammo. Inomjon aka, endi o'sha e'tirozlar ichida yana bir narsa borki, bu ortiqcha sarf xarajat bo'ladi yana. Bu chindan ham serxarajat ishmi? Rostdan ham bu bizga qimmatga tushadimi? Uni ko'pchilik o'qimadi. O'sha 7-iyuldagi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi axborot xizmatidan ma'lumotida aytildiki, bu qonun qabul qilindi, shundoq ham tezda hamma narsani o'zgartirib tashlaydi degan tub burilish yo'q bu yerda. Masalan, qo'limizda ID kartamiz bor yoki boshqa hujjatlarimiz bor. Qachonki muddati keladi almashadi. Yoki darslik maktab darsliklari yoki o'quv qo'llanma o'z muddati bor. Masalan, 3 yil keldi unda almashadi. Lekin to'g'ri, 1-sinf darsliklari aynan o'sha agar tezroq bu qonun loyihasi qabul qilinsa, shu alifboda qabul qilinadi. Qolgan holatlarda qachonki vaqt kelsa, u narsa sekin-sekin o'zgaradi. Tubdan shu narsani biz shunday o'tdikmi, bu narsani darrov o'zgartirishimiz degan holat yo'q. Shuning uchun o'sha juda ko'plab savollar mana shu Oliy Majlis Qonunchilik palatasi o'zidan xuddi shunday savollar bo'lgan. Unda shunday aytildiki, bosqichma-bosqich hammasi. Bosqichma-bosqich o'tiladi. Mana o'sha ijtimoiy tarmoqlarda ham juda ko'plab, men o'zim o'sha ma'lumot qo'ygandan keyin menga ham juda ko'p savollar bo'ldi. Men tushuntirib aytdim. O'rtoqlar, bu hammasi bosqichma-bosqich. Shoshmang. O'sha qo'lingizda qachonki pasportingiz almashadigan muddat kelsa, 27-yil, 28-yilda shu alifboda bo'ladi. Ungacha o'sha pasportingizni yoki ID kartangizni ko'tarib yurasiz bemalol. Avvalgidek kuchga ega bo'ladi. Kuchga ega, hech qanday nimasi yo'q bu yerda. Ha, shunday. 95-yildan deylik, avlod mana hozir o'sha avlod 35-40 yoshga yetdi. Ular maktabda o'qidi, o'sha litsey yoki kollejda o'qidi, oliy ta'limda o'qidi va ishga bordida biz ulardan kirilda ma'lumotlarni so'ray boshladik. Ko'ryapsizmi? Lotinda o'qidi, lekin endi kirilga o'z-o'zidan moslashish kerak yosh avlod. Mana shu joyda savodsizlik mana shu joyda ham boshlandi. Chunki lotindagi imlo qoidalari bilan kirildagi imlo qoidalar bir-biridan ancha farq qiladi. Mana shu joyda mana o'sha savod masalasiga xuddi shu narsa jiddiy ta'sir qildi. Ikkinchidan, o'sha biz maktablarda bir paytda mana o'z hozir aytdingiz, biz keksa avlod o'sha insho yozardik. O'sha oliy ta'lim kirishda ham o'sha mana o'qituvchilar gazetasi derdik. Insho mavzulari e'lon qilinadi, biz insholar butun haliga chiqqan insholarni yozardik. Hozir maktablarda o'sha yozma ishlarga e'tibor susayib ketdi. Buni sababi hamma mana
testga o'tib ketdi, milliy sertifikatga o'tib ketdi. Faqat shunga o'qiyapti. Hali yuqoridagi nima shundan kelib chiqyapti. Mana fanlardan mana sertifikatlarda oliy milliy sertifikat olyapti, testdan ozod bo'lyapti, lekin nariyoqqa borganda o'zbek tilida hech narsa yo'q. Haligi o'zbek tili nimaga kerak degan savollar kelib chiqa boshladi. Mana shu avlodda o'sha yozma nutqi juda nochor. Hozirgi holatda demak butun biz nimaga kompyuterlarga o'tib ketdik, telefonda nimalarga o'tib ketdik. Mana qo'lda yozish degan narsalar tobora yo'q bo'lib boryapti. Lekin asli bu noto'g'ri narsa. Qo'lda yozish juda katta o'zi nima narsada shu. Chunki o'sha o'qituvchilarimiz miyani rivojlantiradi. O'zi o'qituvchilarimiz o'sha diktant deymizmi, o'sha insho deymizmi yoki hozir esse deyamiz bayonlar. Mana shu narsaga e'tibor bermay qo'ydikda. O'sha bizning paytimizda o'sha diktant yozganimizdan keyin, insho yozgandan keyin xatolar ustida ishlash degan 1 soat dars bo'lardi. To'g'ri. Sen xatoing shunaqa deb. Yoki hozir aytganingizdek o'sha bironta xato yo'l qo'yilsa, ana o'qituvchilar gazetasini qarang, gaz derdik. Yoki mana kitobni qarang. Hozir kitoblarda o'zi xatolar chiqib ketyapti. Yoki gazetalarda xatolar ketyapti. Ko'ryapsizmi? Siz aytgandek, xato yozish odamga uyat hisoblanmay qoldi. Bu juda achinarli holat bu. Achinarli holat. Bu odatiy hol deb xuddi shunday bo'lib qoldi-da. Ha, endi haligi xato ketibdi degan narsa. Biz paytimizda u xato yozish juda uyat hisoblanardi. Lekin hozir agar shunga beparvo bo'lsak, buni oqibati qanday bo'lishi mumkin? Oqibati juda yomon bo'ladi. Hozir mana o'zini ko'rsatyapti mana shu narsa. Bunga jiddiy e'tibor berish kerak shu narsalarga. Va o'sha bir paytlar shunaqa takliflar ham bo'luvdiki, mayli u taklif o'z yo'liga o'sha kirish imtihonlarida o'sha yozma ijodiy imtihon bo'lsin deb. Mayli u narsa qiyinchilikka keltirib chiqarar. Lekin o'sha maktab ta'limida va oliy ta'limda o'sha nimaga yozma nutqqa, yozma ishlarga juda katta e'tibor berish kerak. Mana men taklif bergandimki, hozir o'sha boshqa davlat tili to'g'risida qonunlarni bir tahlil qilganda o'sha mana hozir oliy ta'limda majburiy fanlar bor va nima tanlov fanlari borda. Ixtiyoriy fanlar borda. Mana shu ona tili adabiyot fanini, o'zbek tili adabiyot fanini majburiy fanga kiritish kerak. Albatta. Kiritish kerak. So'zsiz butun nimalarni qo'yish kerak shuni. Va o'sha bolalarimiz hozir oddiy ariza yozishni bilmaydi. O'zi haqida ma'lumot yozishda butun xatolar bilan yozadi. Ko'ryapsizmi? Ikki yozuvda yuribmiz dedik. O'sha Ozarbayjon xuddi shunday tajribada o'tganda. Ozarbayjonda ham o'sha bizga o'xshagan yosh kattalar kirilda, yoshlar lotinda shunday holat ketgan va shu birinchi prezidentning Haydar Aliyevning bitta farmonlarini bir kunda o'tib ketganda. Shuni aytaman. Hozir mana o'sha biz avvalgi hafta Bakuga bir hafta borib keldim o'sha Turkiya xalqlar haftaligiga. Avval ham borganman, endi butun o'sha ko'chadagi yozuvlar desam, boshqalar desam, hammasi o'sha nima tilda. O'zi nima lotin yozuvida. Bor ekan haligi boshqa xorijiy tilda yozilgan e'lonlar ham. Bu bor ekanmi desak, buni e'lon berish uchun deydi, o'sha nima komissiyasi bor. Komissiyaga ariza yozish kerak va juda katta pul to'lash kerak. Pul to'lagandan keyin mayli qo'y. Ha, ko'ryapsizmi? Mana shu mablag'ini olib qo'ying, hammasi joyiga tushadi o'zi mana shu. To'g'ri. Rossiyani o'zi mana qilayotgan o'sha nimalarni aytib turibmiz-ku. Qilaylik biz ham mashina ko'rsatib turib. Va o'sha quyi bo'g'indagi rahbarlarga bog'liq juda ko'plab muammolar, o'sha quyi bo'g'indagi rahbarlar o'zini ishini joyiga keltirib, o'sha ona tilimizga, o'sha prezidentimiz e'tibor berayotganda qaraydigan bo'lsa, hammasi joyiga tushadi. Faqat o'sha mexanizm ishlab ketish kerak-da, mexanizm. Mexanizmni esa odamlar ishlatadi. Odamlar ishlatadi. Odamlar g'ururli, o'zini tilini hurmat qiladigan, o'zini tilini e'zozlaydigan odamlar kerak. O'sha balki g'urur masalasidir. Bizda shu milliy g'urur. Ha, o'zimizda ayb. Nega shu singdira olmayapmiz shu milliy g'ururni? Qachon bundan ayrildik? Qachon masalan biz g'urursiz, bir orsiz odamlarga aylandik? 89-yilda mana o'sha aytdik-ku, o'sha davlat tili bo'lsin deb namoyishlarga chiqqanimizda bir boshqacha odamlarda boshqacha holat edi. Hozir mana ijtimoiy tarmoqlarni kuzatadigan bo'lsangiz ham odamlar masalan men ilmiy bo'yicha bir nimalar yozadigan bo'lsam, ma'lumotlar beradigan bo'lsam,
o'zi munosabat bildiradigan yoki nima qiladigan ma'lum bir o'zimni sohamga tegishli yoki o'sha madaniyatli bir nimalar bor. Lekin buni juda ko'p mashhur shaxslar ham aytibdi-yu, palonchi artistda nimasi desa, hamma shuni haligi nimasiga, oilasiga, nimasiga voy degan narsalarda biz nima deydi, pastlashib ketyapmiz-da, mana shu nimalarda ham juda haligi nima holatlarga tushib qolyapmiz. Faqat o'sha dabdabali to'ksak yoki hashamatga intilsak degan holatlar bo'lib qolyapti. Bu jadidlarimiz bu narsaga juda qarshi chiqqan nimalarda. O'sha shunday holat millat bo'lishimiz uchun o'sha bizda o'sha milliy g'urur degan narsani bir ko'tarish yo'llarini o'ylashimiz kerak ekanda. Millat bo'lish uchun o'zimizdagi illatlardan qutulishimiz kerak, o'zimizdan tarbiyalashimiz kerak. Bilmadim, shu vatanparvarlikmi, shu millatga bo'lgan mehrmi, hurmatmi, bilmayman qanday tarbiyalanadi, qanday singdiriladi. Ota alibosi bo'yicha mana baribir ham ayrim murakkabliklar bor, qiyinchiliklar bor. Masalan, oddiy misol, shu yaqinda Facebookda maqolani o'qidim va shu maqola menga yoqdi, chunki meni ham bu masala qiziqtirayotgandi. Masalan, kirillchada yozganimizda boqqa deymiz, toqqa deymiz. Lekin lotin alifbosida bu narsa o'zgarib ketadi. Shaxsan o'zim uchun sal qiyin bo'lyapti. Mana shu masala qanday hal qilinadi? Nima qilish kerak bunda? Yo'q, nima qilish kerak emas. Mana shu hozir Senatda ma'qullangandan keyin hurmatli yurtboshimiz tomonidan qonun loyihasi imzolangandan keyin o'zi prezidentimizni o'sha bir necha o'sha yuqorida keltirilgan farmonlarda ham bor, vazifa bor, o'sha imlo qoidalarini takomillashtirish. Bizning imlo qoidalarimizda muammolar ko'p. Mana shu muammolarni o'sha xorijdan kelayotgan so'zlarni qanday yozish kerak degan bu bo'yicha alohida band kiritilish kerak va shu joyda o'sha bu men ham o'qidim bu e'tirozni. O'sha bog'ga, tog'ga deyish men uchun ham bu nima? O'zim qabul qilmayman, mutaxassis bo'lsam qabul qilmaydigan holat. Shu bog'ga, tog'ga. Hech kim aytmaydi uni bog'ga, tog'ga deb. Biz o'z bog'ga, toqqa deb u azaldan shu va shunda yozib, shuni to'g'ri deb hisoblaymiz. To'g'ri deb hisoblaymiz. Shuning uchun mana o'sha qonun imzolangandan keyin shu imlo qoidalari ham ancha ishlab chiqilgan. Takomillashtirilgan imlo qoidalari aynan o'sha nima qonun loyihasi imzolangandan keyin imlo qoidalarimizda ham bir mukammal imlo qoidasi bir Vazirlar Mahkamasi tomonidan tasdiqlanadi degan umiddaman. Bo'ladi u narsa. Mana shu alifboyimizdan tartibga kelmasligi, boshqa chalkashliklar bo'lishi, shu imlo xatolarini ko'payishiga sabab bo'lyapti, to'g'rimi? Albatta. Mana o'sha hozir mana C harfi bilan ham ko'p yoshlar keladi, ssenariy so'zini. Endi biz ssenariy deb o'rganganmiz, C-ni ishlatganmiz biz maktabda. Lekin bular ssenariy deshganda g'alati tuyuladi va yana boshqa so'zlar bor. Bu masala qanday hal bo'ladi? Mana shu C harfi bilan. C harfi bilasizmi? C harfi C tovushi o'zi agar yaxshi biladigan bo'lsangiz, u slavyan tiliga xos bo'lgan tovushda. Shu so'zlar, lekin bargan biz sirk so'zini o'zlashtirganmiz. Ssenariy degan so'zni bargan ba'zi bir so'zlar borki, nimadir qilish kerak bu so'zlar. Chunki mana shu C bilan keladigan holatlar mana o'sha xorij nimalarda, mana ayniqsa dori vositalarida o'sha sitramon deymizmi, boshqa nima deymiz? C bilan sitramonda C bilan ketadigan holatlar. Sirk ham o'sha taklif qilingan C bilan ketadigan holatda. Chunki biz aynan o'sha mana jadidlarga xos bo'lgan holat, yana qaytaraman, imloni shakllantirishda biz ko'proq o'sha mana kirildagi imloni tuzilganda ham rus tili orqali olganmizda ko'p haligi nima so'zlarda, xorijiy so'zlarda. To'g'ridan to'g'ri o'sha tildan olish o'zi aslida o'sha tilni egalarning vazifasida. Ikkinchi boshqa tilda orqali emas, aynan o'sha tilda qanday bo'lsa, masalan, o'sha Gamlet endi mana Hamlet deb nima qilyapmiz mashhurlat. Biz o'rislar orqali Gamlet deb olganmiz-da uni. Vaholanki biz ingliz tilidan olishimiz kerak. To'g'ridan to'g'ri tilda qanday bo'lsa shunday olishimiz kerak. Aslida. Bizda imlo qoidalarida yana bitta noqis holat bor. Boshqa tilda qanday bo'lsa shunday yozilish kerak degan biz hali qoida bor-da, bu narsa. Bu qoida bo'lib kirgan holat. Boshqa har qanday mana qo'shinlarda o'sha imlosiga e'tibor beradigan bo'lsangiz ham yoki ozar turklarga ham ular har qanday boshqa tildan kelayotgan so'zlarni o'zini talaffuziga moslaydi va o'ziga moslab oladi. Biz to'g'ridan to'g'ri o'sha o'ris
rus tili orqali qanday bo'lsa, juda ko'p so'zlar shunday olganmizda. Shuning uchun ham bizdagi imlo chalkashliklar shundan kelib chiqqan holat. Mana jadidlarda o'sha 29-yilda imlo konferensiyasida yaxshi imlo qoidalari tasdiqlanganda. Mana barcha turkiy tillar, jumladan o'zbek tilida ham so'z boshida ikkita undosh hech qachon yonma-yon kelmaydi-da. Albatta unli tovush nima deydi? Olinadi. Masalan, stol, shkaf degan so'zlarimiz bor. O'sha paytda imlo qoidalarida stol tarzida olishga ular. Stalin, shkaf tarzida olishga. Chunki shkaf deb talaffuz qilish bizni turkiy tillar me'yoriga to'g'ri kelmaydigan holatda. Albatta bir bo'g'inda va albatta bitta unli bo'lish kerak. Ha, buvimlarni esladim, buni shunaqa aytardilar. Qarlar aytardi shunaqa narsalarni. Qarlar. Yoki mana o'sha yana bitta nimada imloda muammo bo'layotgan narsa sentyabrmi, oktyabrmi, oktabrmi. Mana o'sha 57-yilda tasdiqlangan kilida imlo qoidalariga e'tibor beradigan bo'lsangiz, o'zingizdan borganda bir ko'rasiz. 11-bandida ketyapti-da. Masalan, sentyabr, oktyabr so'zlarida a eshitilayotgan holatlarda ya yoziladi deb yozib qo'yibdi. A eshitiladi degani demak sentyabr, oktyabr bo'lishi kerak-da. Biz mana jadidlar ham sentyabr, oktyabr deb olgan. O yosh katta odamlarimiz ham sentyabr, oktyabr deb aytgan. Chunki yalar bu aynan rus tiliga xos bo'lgan u tovushlar. O'sha bu bo'yicha men alohida yana maqola ham qilganman. Ana shu so'zlardagi undoshlarni yumshoqroq talaffuz qilish yoki bir-biridan ajratish bo'yicha qo'shilgan holatlarda bular bu holatlar. Biz o'sha nimada ruslarda sentyabr, oktyabr tarzida yozilganda xuddi shunday olganmiz. Aslida u yuqori masalan septembr, oktyabr deyiladi nimalarda? Oktyabr. Aynan o'zlarida. Ya yo'q u yerda. Endi masalan bizning avlod sal-pal qiynalsa ham, lekin keyingi avlod bundan qutuladi. O'zi aslida hamma harakatlar ham shu. Xuddi shunga qarab ketadi. Qaysidir xatolarni bartaraf etish to'g'ri. Til bu kelajak va o'sha biz o'sha sof holda, toza holda, mukammal holda shu farzandlarimizga berishimiz kerak. Ha, gard yetkazmasdan, qo'limizdan kelsa o'qimasdan, uni ziyon yetkazmasdan. Yana bitta o'sha rejissyor so'zi, u ham yo o'sha ruschadan kirib kelgan, ba'zida biz o'sha titrda yozamiz, yana o'sha titr so'zi rejissyor deb yozamiz, ba'zida rejissyor deb yozamiz. Xullas kalom biz ham arosatda biz lekin xullas tilshunoslarimiz qiladigan ishlar hali ko'p. O'sha aytyapman, o'sha nima qonun loyihasi tasdiqlansa, albatta imlo qoidalari shunga qarab turilibdi. Chunki juda ko'p holatlarda shular tasdiqlansa, mana o'sha yana bitta holat yaqin bu kishiga yaqinda hozir o'tirganda aytdim. Sh harfi birikmamiz bor-ku, sh harfi birikmamiz. Mana shu aynan sh harfi birikmasi uchun mana imloda bitta imlo qoidasi kiritib ketganmizda. Masalan, arab tilidan o'tgan so'zlar, ba'zi so'zlar bor. Masalan, ishoq degan so'zlar bor, ash'or degan so'zlar bor-da. Ishoq, ash'or emas, nima hozir? Ishoq bor va yana bitta ashob. Mana shu so'zlarda ishoqni agar qoida kiritdiki, ishoq o'sha hozir aytgan so'zdan albatta s harfidan keyin nima qo'yamiz? Tutuq belgisi qo'yiladi. Bitta qoida kiritib ketilganda. Mana endi yangi imlo qoidalarida buni olib tashlaymiz endi. Chunki mana bitta nima bilan yozyapmiz. Endi ertadan muammo bo'lmaydigan holat bo'ladi. Yaxshi, mana shu tutuq belgilari, ayirish belgilari juda bosh ortyapti. Tutuq belgilari masalasida jadidlar davrida ham juda katta munozaralarga sabab bo'lgan. Tutuq belgisi bir qism jadidlar buni alifbodan chiqarib tashlash kerak. Katta qism bu qolish kerak deyilgan. Bularda asosiy qolish kerak deganlar e'tirozi. Bizni o'zbek tilida arab fors tilidan o'zlashgan so'zlar juda katta qatlamni tashkil qiladi-da. 60% gacha yetadi-da. Bu degani o'sha demak o'sha so'zlarni yozishda muammo bo'lmasligi uchun mana jadidlar qoldiribdimi? Demak hozirgi mana ishchi guruh ham aytyapman 10 yildan beri ishlatdi. Shu joyda ham shu muammo ko'tarilganda Qosim degan e'tirozlar
va H masalasi ham. Aynan shu masala, shu Qo'zoqboy Yo'ldoshev bir gapni aytdilar. Bo'ldi, farzandlarimizni qiynaymaylik, xalqni qiynaymaylik, shu bitta xosin, bittaga kelishaylik dedilar. Voz kechaylik. Bunga siz qanday qaraysiz? Umuman masalan tilshunoslar, uzr gapingizni bo'ldim. To'g'ri, ularning hozir maqsadi hamma narsani ixchamlashtirish, tartibga keltirish, osonlashtirish. Ya'ni o'sha imlo masalasi, imlo xatolarini kamaytirish, endi savodsizlik darajasini juda pasayib ketgan ko'tarish, ya'ni qanchalik sodda bo'lsa shunchalik yaxshi. Lekin ana shu soddalashtirish bora tilga ta'sir qilmaydi, uni jozibasiga, uni boyligiga, uni go'zalligiga, uni jarangiga, ohangiga ta'sir qilmaydi. Haddan tashqari hamma narsani soddalashtirib jon qilib tashlayversak. Mana o'sha yapon alifbosi yoki Xitoy hierogliflaridan iborat juda katta haligi. Mana bir paytda men o'sha yapon ta'limi bo'yicha bir malaka oshishda bo'lganda bitiruv malaka ish yozganman. O'sha yapon bolalarini qanaqadir bir shkafga solib qo'yib o'sha alifbosini yodlatar ekanda. Bu juda murakkab alifbo, masalan, yaponlarga ham, koreyslarga ham, boshqaniki ham. Siz aytgandek, qanchalik sodda bo'lgan sari u jozibalik ham yo'qolib boraveradi-da. Masalan, tildan uni chiqarib tashla, alifbodan buni chiqarib tashla. Mana H va H masalasida ham o'sha jadidlarda ham xuddi shunday muammo bo'lgan. Munozara bo'lgan. Xuddi turklarga o'xshab bittadan Hga keltiraylik degan masala ularda ham bo'lgan. Lekin oxirgi baribir qoldirishgan. Yuqorida aytgandek, bizda o'sha arab tilida o'zlashgan juda katta qatlam bor-da. Nima uchun ozarbayjonlar chiqarib tashlamadi? Ularda H bilan alohida turish kerak. Demak, u qaysi tilda qanday yozamiz degan narsa, bu narsa o'rganishimiz kerak bu narsa. Bu bo'yicha masalan Ravshan Jomonovning alohida bir H va H ni yozilishi bo'yicha bir risolasi ham bor. Buni qanday nimani bilmaymiz, buni chiqarib tashlash kerak deganman, bu qutulmaymiz u masalan. Qaysi so'zda qanday yozilish kerak degan narsani o'sha ta'limda o'rgatib olsa, bu narsani o'rgansa bo'ladi. Hech qanday buni savodsizlik boshqa nimaga buni ta'siri yo'q. Buni boshqa narsalar savodsizlik ta'siri. To'g'ri, agar ko'p narsadan voz kechsak, bu o'sha tilni qashshoqlashishiga, g'ariblashishiga olib kelishi. Mana niya masalasida ham e'tirozlar bo'ldi. Alifbo niya bo'ldi, chiqib ketdimi nimadan biz? Tilimizdan chiqib ketgan yo'q. Niya bor, masalan, niya. Faqat u alifboda ishchi guruhda katta qatlam shunday nima bo'ldiki, niya harfini so'z boshidagi alohida katta shakli nimasida so'z boshida qo'llanmasligi e'tiborga olib, uni alifboda emas, uni imlo qoidalarida shuni o'rgatamiz degan tarzda uni bu yoqqa olishdi. Bu degani alifboda aks etmadi degani bu niya tovushi iste'moldan chiqib ketdi degani emas. Turibdi u narsa. N bilan G ni harfiy birikma. Lekin shu N bilan G ni o'sha harfiy birikmasi tarzida qolishida ham o'sha mana hozirgi axborot texnologiyasida bir muammoni keltirib chiqarar ekanda. Shuni ajratayotganda, qaysi joyda masalan kompyuter uni nima qilib o'tirmaydi. Masalan, singil, ko'ngil deganda bu niya yoki senga, menga deganda bu boshqa ajratmaydi-yu. Mana shu joyda ham muammolar bo'lgani uchun shuni ham e'tiborga olindi-da, o'sha axborot texnologiya mutaxassislari nimasida yaxshi buni imloda o'rgata qolaylik degan narsani nimada ketdi. Singil, ko'ngil deymiz. Aslida ni talaffuz qilishni o'zi maktabda bolalarga o'rgatishimiz kerak. Bilmaydi hozir bolalar yana qanday talaffuz qilishdi. To'g'ri. Bu ham bitta muammo. Bu qayerda o'rgatiladi? Alisher Navoiy nomidagi O'zbek tili va adabiyoti universitetida? Yo'q, bu yerda o'rgatilyapti, nimalarda bu narsa bor. Lekin o'zbek tili adabiyoti bo'yicha mutaxassis faqat nima tayinlamaydi. Yo'q, ko'p oliygoh, ko'p universitetlar, hamma joyda shunga e'tibor berish kerak va fakultetlar bor. Maktabda shunga e'tibor qaratish kerak-da, shu narsalarga. E'tibor qaratmasa bo'lmaydi bu holatlarga. Niya tovushini o'rgatishimiz kerak bolalarga. Qanday talaffuz qilish, nima qilish deganlarni. Albatta o'sha mutaxassislarni bu vazifasi deb o'ylayman. Hozir masalan aytdingiz, o'sha 4 ta belgini qabul qilinishi aslida bu texnika taraqqiyoti tufayli. Chunki bizning o'sha raqamlashtirish texnologiya kompyuterga to'g'ri kelmadi. Demak, baribirga ham taraqqiyot bo'lgan sari u insonni o'zini majbur qilar ekan. Ya'ni hozir endi bunaqa loqayd bo'lib o'tirishi
imkoni yo'q. Mana masalan shu masalani hal qilib olgan. Agar sen dunyo o'sha jahonda o'zing o'rning ega bo'lishni istasang, dunyoga aytadigan so'zing bo'lsa, nimadir o'zing namoyon qilmoqchi bo'lsang, marhamat qilib taraqqiyotni birga qadam-qadam harakat qilgan. O'shanga aytyapman-ku, baribir ham nimadir taqozo etadi, nimadir majbur qiladi hozir bizni rivojlanishga, bizni olg'a intilishga. Endi o'sha bitta narsa, masalan, siz malaka oshirish bo'yicha ishlaysiz, o'sha markazning rahbarisiz. Bir paytlari o'sha baribir ham o'sha hujjatlarni lotin alifbosida yozilishiga, o'sha lotin yozuvida yozilishiga o'rgatardingiz. Ana shu masalada ishlar qanday ketyapti? Biz bugun baribir ham ana o'zingiz aytyapsiz, baribir ikkita tilda, ikkita alifboda, ikkita yozuvda yozyapmiz. Kirilchada, lotinchada. Bundan qachon qutulishimiz mumkin va qachon bu masala hal bo'ladi? Rahmat. Endi bizning markazimiz o'sha prezidentimizning 58-50 sonli farmon ijrosi bo'yicha Vazirlar Mahkamasining 117 sonli qarori asosida tashkil bo'lgan. Bu ham aynan o'sha bitta yozuvga o'tish bo'yicha ko'prikda bizning markaz. Biz asosan vazirlik, idora, mahalliy hokimiyat xodimlarini o'sha lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosi, adabiy til, me'yorlar va davlat tili tushirish bo'yicha o'sha o'qitamizda. Mana shu paytgacha biz hozir demak 60 mingga yaqin butun respublika bo'yicha xodimlarni o'sha o'qitdik-da. Demak, bular tayyor bitta yozuv. Agar til bor ekan, shu millat borda. Til yo'qolib ketsa, bu tarixda misollar ko'p. Juda ko'p yo'q bo'lib ketgan millatlar. Hozir mana shu Birlashgan Millatlar Tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, o'sha 8 mingmi qanchadan ortiq til bo'ladigan bo'lsa, har 2 haftada bitta til yo'q bo'lar ekanda. Qarangda. 2 haftada bitta til o'zidan o'zi yo'q bo'lib ketaverishi, bu dahshatda endi. Masalan, bu shunaqa xudo ko'rsatmasin, biz shunaqa holatga tushib qolmaylik. Bizning tilimiz ham u yo'qolib borayotgan tillarga tushib qolmaslik uchun biz harakat qilishimiz kerak. Masalan, hozir prezidentimiz ma'lumotiga ko'ra o'sha 80 milliondan ortiq dunyoda o'zbek tilida so'zlashadigan millatmiz deb faxrlanamiz. Lekin bu faxrlanishga o'zi yetarli emas-da. Biz buni o'sha tilimizni asrab avaylashni eng avvalo oiladan boshlashimiz kerak. O'zimiz boshlashimiz kerak. O'zimiz bolalarimizga o'rgatishimiz kerak bu narsani. Mayli o'sha haligi boshqa tillarga da haligi bog'chaga, maktabga berayotganlar ham, lekin uyga kelganda shu ona tilini singdirish kerak-da farzandga. Bo'lmasa o'sha yo'qotib qo'yamiz biz nimani? Tilimizni yo'qotib qo'yamiz. Biz buni holatga tushib qolmaylik. Buning uchun o'sha hammamiz mana shu tashviqot. Tilga mehr oiladan boshlanishi kerak. Boshqa nima yo'q. Oiladan endi sekin-sekin yuqori maktabga o'tish kerak, maktabdan oliy ta'limga o'tish kerak, undan jamiyatga o'tish kerak. Mana shunday bo'lgandagina biz tilimizni o'sha saqlaymiz va mavqeini shuna qilib ko'tarmasak boshqa yo'limiz yo'q. Masalanda shunga harakat qilishimiz kerak. Tilimizni sofligi uchun, tilimizni mavqei uchun hammamiz o'sha shu millat, o'zbek millatligimiz hammamiz mas'ul bo'lishimiz kerak-da. Buni o'sha jadid bobolarimizdan o'rganishimiz kerak. Qanday jonini xatarga qo'yib, qatag'on bo'lib ketdi hammasi. To'g'ri. Lekin boshini kundaga qo'yib shu o'zbek tilini himoya qildi-da, tilimizni himoya qildi. Imlo qoidalarini yaratdi, alifboni yaratdi, maktablar qildi. O'zini va boylarni to'plagan pullar hisobiga xorijga jo'natdi, Turkiyaga jo'natdi, Germaniyaga jo'natdi, o'qishga jo'natdi. Maqsad nima? Maqsad shu millatni ko'tarish. To'g'ri. Shu millatni yuksaltirish. Shu jadidlar, shu g'oyalardan ilhomlarni biz ham o'zimiz har gapdagi shu vatanga qanday hissam bor degan narsani hammamiz o'zimiz savolni qo'yishimiz kerak va shunga harakat qilishimiz kerak. Alifbosi bir necha marta o'zgargan ona tilimizning o'tmishi hammamizga ma'lum. Bugunini ko'ryapmiz, bugunini o'zimiz yaratyapmiz, lekin uni kelajagi qanday bo'ladi? Kelajagi zo'r bo'lish uchun, kelajagi o'sha o'zbek tili ham boshqa xorijiy tillar kabi raqobatbardosh bo'lish uchun biz hozir yuqorida ham aytdik, axborot texnologiya asrida yashayapmiz-da. Demak, bu o'zbek tilini ham o'sha raqamlashtirish masalasi. O'zbek tili milliy korpusi degan narsa bor. O'zbek tili milliy korpusini
to'la to'kis yaratishimiz kerakda. Mhm. Eng katta muammolardan bittasi, agar qachonki o'zbek tilining milliy korpusi xuddi o'sha Rossiyaniki o'xshab yoki turklarga, ozarlarga o'xshab biz yoki Qozog'istonda ham mana ishlab chiqilgan mana shu o'zbek tilining milliy korpusi yaratilsa, o'zbek tili raqamlashtirilsa, haqiqatda biz xotirjam aytamizki, o'zbek tili demak boshqa tillar kabi mana rivojlanib boryapti va rivojlanadi, o'lmaydi deb bemalol ayta olamiz. Demak, bugungi kun o'zbeklarning asosiy vazifasi nimadan iborat ana shunda til borasida? Bizning asosiy vazifamiz bugun tilni saqlash. Asosiy vazifamiz albatta-da tilni saqlash. Yuqorida aytgandek, har birimiz o'zimizni oilamizdan, kelajagimiz bo'lgan farzandlarimizdan, nabiralarimizdan o'sha bir shoir ukamiz aytib qoldi, qachon farzandlaringiz va nabiralaringizga ertak aytib berdingiz. Mana shu ertak, o'sha xalq og'zaki ijodi degan narsani oilamizda eng targ'ibot bitta yo'li ham shuda, xalq og'zaki ijodi. Ertaklarda o'qib beraylik, o'sha maqollardan aytib beraylik, tezlashlarni o'rgataylik. Mana shular orqali biz o'zbek tiliga bo'lgan hurmatni oiladan rivojlantirib boramizda. Rahmat katta, sog' va salomat bo'ling. Va o'ylaymanki, mana shu ishlar bir kun kelib o'z natijasini beradi.